Assalomu alaykum. Siz bilan bugun irregular plural nouns haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Keling, nounlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Noun bu hamma narsa. Buning ta'rifi shunday. Va nounlar ikkita guruhga bo'linadi. Bular keling buni qizil bilan yozamiz. Bular singular va plural nouns. Shu bilan birgalikda keling buni tarjimasini yozib o'tamiz. Bu birlik degani, ya'ni bitta narsa va bu ko'plik. Ya'ni bittadan ko'p narsa, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta va hokazo. Keyin singular nouns hech qanaqa guruhga bo'linmaydi. Bu standart o'zi qoladi. Standard nouns. Masalan, dog bitta, it, a cat, a school yoki a bag. Keyin plural nouns esa o'z yo'lida ikkita guruhga bo'linadi. Bular bilganingizdek regular va irregular. Regular plural nouns. Regular degani bu odatiy. Odatiy degan nima? Masalan, odatiy bu s qo'shimchasi qo'shilsa ko'plik shaklga o'zgaradigan otlar. Masalan, dog mana ko'plik shaklda regular plural bo'lsa, dog, cat, school, bag. Regular nouns. Bular odatiy. Odatiy degani bu s qo'shimchasini qo'shsa bo'ladi. S qo'shimchasini qo'shsa ko'plik hosil bo'ladigan otlar. Masalan, dog, dogs, cat, cats, school, schools, bag, bags. Bular ko'plikka aylanadi. Masalan, 2 dogs, 2 it, 5 cats, 5 ta mushuk, 3 schools, 3 ta maktab yoki 10 bags, 10 ta sumka. Keling endi irregular plural nouns haqida gaplashamiz. Irregular plural nouns. Irregular plural nouns. Bu nima degan? Keling, farqini bilishimiz uchun birinchi bo'lib regularga qarab o'tamiz. Mana shu burchakda biz regular plural nounga misol keltirib o'taman. Masalan, single plural jadval qilib olamiz va dog va cat. Regular bo'lsa, bular s qo'shimchasini olsa, s yoki es qo'shimchasini olsa kifoya edi. Ko'plik shaklga o'zgarish uchun. Mana dogs, cats. Bu regular. Endi keling irregular haqida gaplashamiz. Irregular bo'lib olamiz va birinchisi bular окончанияsi o'zgaradigan, окончанияsi voqea o'zgarib ketadigan otlar. Masalan, f равно bis or keling buni ko'rib chiqamiz. Masalan, sing deb qo'yaman, bu singular, mayli. To'liqcha yozib olamiz va plural.
bizda ingliz tilida shunday otlar borki, ularning ko'pligini yasash uchun s qo'shimchasini qo'shsak xato bo'ladi. Ularning окончанияsi o'zgarishi kerak. Masalan, f qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlar. Leaf bu barg, bitta. A leaf. Endi buni ko'plik shaklga o'zgartirishimiz uchun bu yerga s qo'shsak bu xato bo'ladi. Chunki bu f окончанияsi bilan tugagan. Buni ko'plik aylantirishimiz uchun окончанияsiga f, v, e ga aylanadi va plus s bo'ladi, masalan, ves. Keling yana bitta misol kelamiz. Cliff. Bunga ham s qo'shsak xato bo'ladi. Shuning uchun cliffs bo'ladi. Mana. Keling, ikkinchi tur bilan gaplashamiz. Ikkinchi tur haqida gaplashamiz. Bular o'zgarmaydigan otlar. Ko'plik va birlik shakllari bir xil bo'lgan otlar. Masalan, o'zgarmaydigan single, plural. Bizda ingliz tilida shunday otlar borki, ularning singular va plural shakli bir xil bo'ladi, o'zgarmaydi. Birlikda ham, ko'plikda ham. Buni aniqlashning bitta yo'li bor. Bu kontekstga qarab yoki yonidagi article raqamiga qarab birlik yoki ko'plikligini aniqlaymiz. Masalan, a sheep, bitta qo'y. Buning ko'pligi sheep, qo'ylar. Buni farqlash uchun kontekstga qaraymiz. Bu yerda article a bor, bu yerda yo'q. Hozirgi farqi. Keyin fish. Fish bu baliq. Fish baliqlar. Bularda shakl o'zgarmaydi, lekin bularning ko'plik shakli shunaqa yasaladi. Bularni kontekstda ko'rganingiz oldida raqam bilan yoki article bilan keladi. Uchinchi shakli bu juda oddiy en qo'shimchasi. En qo'shimchasi qadimgi ingliz tilidan beri kelyapti va bu faqat ikkita so'zga qo'shiladi. Bular eslab qoling, child va ox. Shu ikkita so'z s yoki bu qoidaga ham, bu qoidaga ham rioya qilmaydi. Ularga en qo'shimchasi qo'shiladi xolos. Ikkita so'z. Oldin brother bilan sisterga ham en qo'shimchasi qo'shilgan. U eski ingliz tili bo'lgani uchun hozir muomaladan chiqib ketgan va child bilan ox qolgan. Masalan, bularning birlik shakli single, plural. Keling, bularni bir olamiz. Child va ox. Child bilasiz, bu bola, ox esa ho'kiz. Bularning endi plural shakli qanaqa bo'ladi? Bular childniki children, mana en, va oxniki oxen. Faqat mana shu ikkita so'z en qo'shimchasini oladi. Shu bilan darsimiz tamom. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. See you soon.